Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun 17-noyabr. Beruniy shahridagi eng arzon to'yxonadamiz do'stlar. Yakkasaroy to'yxonasindamiz. Yakkasaroy to'yxonasi Beruniy shahri, Beruniy ko'chada joylashgan do'stlar. Prямо Pet kollejning yonida do'stlar. Bahosini kelsak, bahosi dimzor do'stlar. 3,5 million so'm. Примерно 250-300 odam siyat do'stlar. Polni katta to'y solsangizlar ham bo'ladi. Kirgan yerda shunda katta zina, chiroyli ikkinchi darajada chiqamiz. Assalomu alaykum. Stollarga kelsak, mana 20-30 odam siyodan stollardan katta ketgan o'zinasini. Remontini qaranglar, remonti chiroyli, toza, gap yo'q. Bu yoqda ayollarimiz o'tirsa, bu yoqimizda erkaklarimiz o'tiradi. Undan tashqari 1, 2, 3 kabinasi ham bor. Kabinasidan har qaysisida bir 20-30 odam siysa bo'ladi, примерно. Kelin-kuyov o'tiradigan yerimiz bilan chiroyliqqina. Bezaklarni bezab yaptılar. Bir emas, ilk konditsioner bor kattadan. Bir konditsioner, chetda bir ikkinchi konditsioner. Sharoitlari zo'r. Kabinasini ko'rsatib berik, arg'isi ilik ekan. Bu yog'imizdan bir 30 odam tushadi o'xshaydi. Konditsioner bor kabinalarda. Remonti zo'r. Bu yoq tarafida bezalgan, bu yog'imizdan bor buni. Bu yoqda da kabinasi bor qancha. Bu yoqimizda уже 20-30 odam tushadi o'xshaydi bu yoqdan. Bo'ldi. Bu yoqimizdan bir kabina. Ketdik bu yog'i salat tayyorlagan yeri, oshxonasi desam ham bo'ladi. Bu yoqda katta darvoza bo'ladi. Mashina bilan kelasizlardan o'tlar tugib, bu yoqda ovqat pishiraverasizlar. Assalomu alaykum. Tonqallar chaqanib yotiblar. 1, 2, 3 qozon ovqat pishirsak bo'ladi ekan. Assalomu alaykum. Harmonglar, o'ng qo'yursin to'ylar. Mana palov tayyor bo'ladi. Bu yoqdan bir qozon buni. Bu yoqda 2 dona skladi bor. Nesi bor? Bu yoqda nesi? Aroq-paroqlar qo'yadigan. Ko'proq tashanglar videoga. Telefon nomerlari yoziladi do'stlar, zvont etib, zanetlayverasizlar do'stlar. Bunday arzon to'yxona Beruniyda topa olmaysizlar. Kanalimizga yangilar bo'lsa obuna bo'lishni unutmanglar va like bosishni unutmanglar do'stlar. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.